tahlil qilganimizda o'sha elementlardan foydalanamiz. Shundoqki mana bugungi mavzuimiz demak badiiy asarlarning tahliliy shakllari. Demak, tahliliy shakllari deganda demak har bitta tasvir san'at asarlarini masalan maktabga borasizlarmi yoki oliy o'quv yurtlarida dars berganinglarda har bitta asarlarni tahlil qilish kerak. Endi shakllari deganda masalan tarixiy shakllari bor. Keyin ikkinchisi falsafiy tahlil bor shakli. Uchinchisi masalan mantiqiy tahlil shakli bor. Keyingisi bor psixolog tahlil shakli. Mana psixolog tahlili ko'pincha papier janriga to'g'ri keladi. Bilasizlar. O'shanda masala bo'ladiki, o'sha holatda psixolog holatini odam tanlashda. Qo'lini holatlari. Chiqqanda ham, turganda ham yoki o'tirganda qo'lini holatiga qarab turib, qo'li orqali psixolog tahlil qilindi. Turish holatlari. Mana o'sha psixolog tahlil. Keyingisi ramziy tahlil shakllari. Demak, ramziy tahlil degan hozirgina aytdik. Demak, har bitta shakllarda tasvir san'atda o'zini demak ramziy ma'nolar bor. Mantiq bor ichida. O'sha ramziy ma'nolar bilan tahlil qilinadi va o'sha mantiq chiqaradi. Ko'pincha masalan san'at institutida rasmni o'zini ko'rsatishadi. Deyishadiki, mana kimni rasmini ishlaydi. Siz aytmaysizlar, falonchi asr, falon yilda ishlangan, falon Rahmatmedovning asari yoki natib Xo'jayev ishlagan ishlaysiz. Nomi bundoq deyiladi. Gullar yoki boshqa mevalar deb aytish kerak. Oldida choyni o'zi portladi o'zi. Masalan, choy idish portladi, perspektivasini qanaqa to'g'ri amal qilganmi, qilmaganmi aytib berishingiz kerak siz. Tahlil qilganda. Keyingisida yana keyin rang kalori to'g'ri topilganmi, topilmagan kalori. Ranglarni to'g'ri tanlaganmi? Endi shuni siz tahlil qilasiz. Mana shu tahlil berishni hali ishlaganingizda amaliyotda ko'ramiz. Keyingisi mana hokazo masalani demak yakunladi nimasi yakunlanganiga. Masalan yakunlangan bu ko'pincha bolalarda bo'ladi. Yakunlangan. Bizda ko'pincha yakunlangan rassomlar ishini ma'lum qo'yilmaydi. Shuni endi keyingisi olamiz. Endi tarixiy tahlil shakli. Demak, asarda tarixiy jihatdan tahlil qilasiz. Tarixda qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, hamma tomonlarni ochiladi. Demak, o'zi qidrasi bor ekan qarashi, har bitta narsani tahlil qilganda yo tarixiyligi, yoki psixolog tahlil, yoki mantiqiy tahlil, shunga o'xshagan shakllar ko'p. Как они, кем они,